Men yaxshi odam edi. Nima dedilar, jeytdilar, men yaxshi odam edi. Ha, men yaxshi odam edim, lekin salgina asabiy edi. Mayli, yaxshi odam edi. Nima dedilar shitilar? Ha, yaxshi odam, yaxshi. Bolalar havoyam juda isib ketdi cho'tim. Men yaxshi odam edi. Men nima biz tashlab ketdik, havo osib ketdi. Hali men bitta yig'lab o'tirganimizdan foyda yo'q. Nima qilamiz? Ketamiz. Всем привет bolalar, nima gap, tinchmisizlar? Yursizlarmi charchamasdan ishlar bilan? Hammaga salom xullas. Bu mening yangi kanalim, obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Xo'p. Tak bolalar, takje ko'rib turganlardek xursand bo'lganim bilan, xafaman bir tomondan, chunki mer o'z nihoyasiga yetdi, hayoti the end bo'ldi. Mayli. Yaxshi odam edilar. Endi qishlog'imizga menimcha yangi mer saylanadi, bilmadim. Bu mer o'ldi. Bilmadim, o'z ajali bilan o'ldimi, o'ldirilgandir. Juda ham dushmanlari ko'p edi, ham mayli. Tak, hozirda har doimgidek ekinlarni ekib olamiz. Bolalar, sizlar ungacha kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar va kommentariyaga Reddi Johadan zo'r deb yozib qo'yamiz. Va mayli, xo'p. Ortiqcha gaplarni gapirmasdan tezroq ekinlarni ekamiz va bolalar ekinlarni ekib bo'ldi. Matiga 34 dona sabzi tushdi. Bu juda ham yaxshi degani, bir haftada milliarder bo'lib ketaman bunaqada, lekin har hafta ham o'smaydi, har oyda o'sadi bu sabzilar. Har oyda bir marta shunaqa bo'lib o'sadi. Bugunga to'g'ri keldi. Bugun sizlarning omadli kuninglar ekan. Xo'p. Bu yerdan telefon va pulni olmaganim yaxshi menimcha. Mashinani kalitini olaman. Mashina, bizda qishloqda mashinalar juda ham rivojlandi. Bizning qishloqda endi mashinalar bor va bu mening kompyuterim. Hozir ob-havoni ko'ramiz, Oxul boboni ko'ramiz. Xo'p, Oxul bobo juda ham tinch. Havo hozircha ochiq, menimcha qor ham, yomg'ir ham yoqmaydi ekan. Va bu mening mashinam, ko'rib turganinglardek bolalar. Tak, xullas, bu mening mashinam, mana o'zimning rangimdan qip-qizilgina. Tak, xo'p, buni kapotini ochib qo'yamiz, chunki hozirgina bir joydan haydab keldim, qizib ketdi, biroz sovishi kerak. Xo'p, endi nima qilamiz? Xo'p, endi qayergadir borishimiz kerak. Mashinam turibdi. Jitil. Nima yig'layapsan sen? Men yaxshi odam edim, sog'inib ketdim meni. Ayvoy, juda ham sodiqsan-da sen menga, mujik. Mujik jitil bo'lsa ham, u manoda hali ham g'iybat qilyapti. Nima gap g'iybatchilar? Yaxshi, o'zingcha eshitdingmi? Yangi mer kelibdi. Nima, yangi mer? Yangi mer kelibdi, ko'rmadingmi? Yo'q, men hozir uni ko'rib kelay, yangi merlaringni. Nima, sening mering emasmi? Короче-da, xullas, bolalar, yangi mer kelibdimish. Agarda yangi mer bilan yaqindan do'stlashib oladigan bo'lsam, qishloqdagi mayli, bu yo'q shart emas. Yangi mer kelibdi, eshitdingmi? Eshitdim. Yaxshi eshitgan bo'lsang. Xo'p. What the hell, mana gelikmi bu, velikmi? Bu qanday bu yangi mer o'ziga gelik oldi? Sirrazi qishloqdan pul yig'ib olgan menimcha. Nalog, soliqmi, bir nimalar. Eski mer unaqa emasdi, lekin mer kirsam bo'ladimi? Kir. Assalomu alaykum, siz yangi mermisiz? Men yangi merman. Ko'rmadingmi? Ko'rdim. Yaxshi, xullas, sen mana bu hisobotlarni ol, dokumentlarni. Nimaga? Bugundan boshlab sen hisobotchi bo'lasan. Hisobotchi? Mayli, menga farqi yo'q. Oyligimni ko'tarib berasizmi? Mayli, o'ylab ko'raman. Mayli, sog' bo'ling. Aytgancha, sizning ismingiz nima? Nima ishing bor ismim bilan? Hop. Sal ozgina asabiyroq ekansiz. Eski merimiz ham shunaqa edi. Chiqib tura olasanmi? Biz mer bilan gaplashib olishimiz kerak. Gaplashaver. O'zimizning shaxsiy gaplarimiz bor edi-da. Mayli, unda men uzoqroq turib turaman. Uzoqroq turmasdan chiqib tur, iltimos. Mayli, hop, chiqib turaman. Seni biroz sassiq gaping uchun. Hop. Sekingina gapirib qo'yamiz. Janob mer, xullas, men mashinalarni chaqirdim, kelyapti. Kelyaptimi? Kelayotgan bo'lsa chaqiringlar, qishloqni tezroq buzamiz. Nima? Qishloqni buzamiz? Menimcha shunchaki men poylab turganim uchun hazil qildi shekilli. Meni bir qo'rqitish uchunmi, bilmadim. Mayli. Shunaqangi hazil qildi shekilli. Endi esa mana bu hisobotlarni to'ldirishimiz kerak bo'ldi. Podpischiklar, subscriberslar, xullas bir nimalar, obunachilar, followerlar, xullas bir nimalarda kerak. Xo'p. Bolalar, nima desam-ki? Anitda tushmadim. Mana jitil hali ham yig'lab o'tiribdimi? Hali ham yig'layapsanmi?
Eshitmadingmi? Nimani? Yangi mer hamma mashinalarni sotishni so'rayapti. Nimaga? Bilmadim, sotishimiz kerak ekan mashinamizni merga. Aa, axir bu mashinalar bizga kerak-ku. Hozir men mer bilan gaplashib kelishim kerak bu. Men yangi mer вообще o'zidan oshibdi. Hozir gapirib tashay olmayman-da. Agar gapirib tashay olsam-edi, qamalib ketishim aniq. Xo'p. Sekin. Mer kirsam bo'ladimi? Xo'p, mer, sizdan bitta narsa so'ramoqchi edim. Gapir. Mashinalarni sotishni so'rabsiz? Shunaqa. Iltimos, unaqa qilmang. Bizga mashinalar kerak. O'ylab ko'raman, mayli, yo'qol endi. Mayli, bir og'iz sassiq gapingiz. Nima deding? Yo'q, hech nima. Bir og'iz sassiq gapingiz bo'ldi. Nima bu? Umuman muomalasi ham yo'q. Qanday mer bu? Eski merimiz asabiy bo'lsa ham juda ham ajoyib yaxshi mer edi. Xo'p, hisobotlarni to'ldirishning o'rniga men kompyuter o'ynab o'tiribman. Qanaqangi ahmoqona. Cho'madim, kimdir chaqiryapti. Rendi, chiqdingmi? Bu yoqqa qara, anavni qarang, nima bo'lib ketdi? Nima? Nima bular? Yangimi? Ketib qoldi. What the fuck? Nima bular? Voy shiytillar, hali ham g'iybat qilyapman. Nima mana ular? Mer. Assalomu alaykum, mer. Bitta narsa so'rasam bo'ladimi? Gapir tezroq. Mana bu mashinalar nima uchun? Xullas, men qishloqni buzmoqchiman. Evaziga bu yerdan zavod quramiz. Zavod? Qishloqni nimaga buzasiz? Axir bu yerda aholi yashaydi. Mana bu yerda har xil odamlar, bu ishchilar bo'lsa kerak menimcha. Bu yerda shuncha mashinada menimcha yuklar, kerakli narsalar bo'lsa kerak zavodga. Mer, axir mer. Bu mer juda ham haddidan oshib ketibdi. Endi bo'lib prezidentga telefon qilamiz. Prezidentga telefon qilib aytaman. Xullas, mer bizni qishloqni hammasini tushuntirmasam bo'lmaydi. To'g'ri, bizni prezidentimiz juda ham ajoyib prezident. Xullas, mayli, u mavzuda ko'p gapirmaganim ma'qulroq. Telefonim qo'limda ekan. Tak teramiz nomerni. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, eshitaman. Prezidentning adminimi bu? Shunaqa nimaga? Telefonni prezidentimizni o'ziga bera olasizmi? Xo'p, hozir beryapman. Allo, tinchlikmi? Assalomu alaykum janob prezident. Xullas, bizning qishlog'imizni meri o'ldi va yangi mer kelgandi. Bu yangi mer esa qishloqni buzmoqchi. Shuning uchun kelasizmi degandim. Hozir 1 soatda yetib boramiz. Mer juda ham ajoyib askarlari bilan, juda ham ajoyib mashinalari bilan bizning qishloqqa tashrif buyurdi va yangi mer bilan alohida gaplashib qo'ydi. Juda ham ajoyib, ko'ring. Assalomu alaykum, men prezidentga gapim bor edi, kirsam bo'ladimi? Hoy, to'xta. Prezidentga telefon qilgan men bo'laman. Assalomu alaykum prezident. Gaplashib olasizmi? Gaplashib olaman. Chetroq turib tur. Men bu mer bilan o'zim gaplashaman. Tushunarli. Rahmat. Xullas, sen nima uchun qishloqni buzmoqchi bo'lding? Sen janob mer, prezident meni kechiring, boshqa qaytarilmaydi. Endi kech, xullas sen qamalasan yoki o'limga hukm qilinasan. Nima? Yo'q, iltimos. Unaqa qilmang. Nima, sen qo'ydani buzding-ku? Mer, balkim bundan ham qiyinroq narsa yo'qmi? Muomalasi juda ham yo'q ekan. O'zim gaplashaman, chekkaga tur. Xo'p. Mayli, men ketdim. Prezident ham juda hamayli bunaqa gapirmaganimiz ma'qul. Xo'p, takshi bo'ldi, hammaga xayr. Sizlar bilan men ready bo'ldim va bugungi videomizda shunaqa narsalar sodir bo'ldi. Ko'rib turganinglardek, yangi mer o'z jazosini oldi va eski merni sog'inib qolamiz. Hammaga xayr. Bo'ldi, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rib turganinglardek, yangi mer o'z jazosini oldi. Eski merni esa biz sog'inib qolamiz. Xullas bolalar, sizlar bilan men ready bo'ldim. Kanalimizga obuna bo'ling, videomizga like bosing va kommentariyada omad so'zini yozib qoldiring. Video kengroq tarqalishi uchun juda ham ko'p, maksimal darajada like bosing. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.